Bo'ldi, mana kelyapman o'sha. Aka. O? Telefonni o'g'layapsizmi? Tirikchilikda biz demak. Aka, iltimos qaytaring. Ichida telegramlarim bor-da. Yo'q, bitta o'ylab ko'rish, qaytarmaslikni maylimi? Javobini qanday aytasiz? Telefon nomeri ayting, men aytaveraman sizga. Aka. Shuni telefon nomeringizni ayting, mana o'g'riga telefonni o'g'layapti-da, qaytarmaslik javobini aytaveradi. Mayli yo'sin. Ayting. 444 88 8. Bo'ldi. Mayli aytaveraman. Endi birga yuramiz. Mayli. Kodi nechimini? 4-0 aka. Nechinchisiz aka? 94. Ochmaydimi eshikni? Uxlab qolganmancha. Telefon bo'lmadimi? Bo'lsa aytaman-ku. Lekin yosh ko'rinasiz aka. Yo'q, rostman. Telefon bo'lmadimi? Yo'q, bo'lgan yo'q. Nechinchi etaj? 4. Neft ishlamasini nima qilasizlar? Nima ko'ramiz endi. Aka, mana shu bitta mayizni 40 ga bo'lib yeymizmi? Telefon qilmadimi aka? Qilsa aytaman. Aka, tushingizga kimni kirishini xohlardingiz? Bitta qizni. O'rtog'ingiz emasmi? Bo'ling. Kim bu? O'sha, o'g'ri. O'g'ri palat. Aka, o'ylab ko'rdingizmi? Kechasi bilan o'ylab ko'rdim, qaytarib bera olmas ekanman. Aka, endi unday qilmang. Yaxshilab o'ylab ko'rdingizmi akajon? Agar xohlasangiz vaqtdan beraman o'ylashingizga. Bo'pti, bir oy vaqt bering, qani shu nomerda bo'lasizmi? Shu nomerda bo'laman aka. Davay aloqaga chiqaman agar ma'qul bo'lsa. Silchi. Aka, bir oydan keyin javobini aytar ekan. Shu telefonga qilar ekan, yashab tursam bo'ladimi birga? Zumla pasta bormi aka? Men tushimni yuvib kelay. Kechqurun uxlamayman-da.